O'g'il otasiga 4 dona shashlik ko'tarib ketdi-da. Otajon, mana bu shashlikni yeb oling. Issig'ida maza qilib yeb oling otajon deb olib kelsa, "Xo'p, bolam" debdi-da, otasi bitta shashlikni yeb yig'lab yuboribdi-da. "Ha dadajon, nimaga yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Sizni xafa qildimmi?" desa, "Yo'q bolajonim. Shu shashlikni o'zing yesang bo'lmaydimi? Hali ishlaring yurib ketganda, zo'r bo'lib ketganda ham olib kelaverarding bolam. Hozir ko'rib turibman. Ishlaring joyida emas. Senga xanna bo'lsin deyapman bolam" deb yig'laganda, farzand shunaqa degan ekanda. "Dadajon, hali ishlarim zo'r bo'lib ketishi mumkin. Qo'limda jaraq pul bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytda shashlikni ko'tarib kelsam siz bo'lmasligingiz mumkin" degan ekanda.